Avvalambor assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana xudo xolasa bugundan IDC birinchi qism, birinchi mavzudan boshlab ishlaymiz. Tayyormisizlar? Boshladik. Videoga chalg'imaysizlar. Do'stga qaraverasizlar, bu yoqda men. Juft misollarni ishlab ketaveramiz. Tushunlangan? Birinchi ishlaydigan misolim shunda. Ikkinchi misol bo'lar ekan. Xo'p, qaranglar. Ikkinchi misolda aytayapti. 5 kere 6 qo'shilgan 7 kere 8. 5 kere 6 qo'shilgan 7 kere 8. Bu yerda nima demoqchi? Osonroq misol bo'lsa ham tushuntirib o'tib ketaman. Ko'paytmalar birinchi bajariladi degan narsani tushuntirmoqchi. Keyin oxirida yig'indini bajaramiz. Tushundiga? Ko'paytma birinchi bajariladi. Eslab qoldim hamma? Demak, 5 kere 6 nechi? 30 qo'shilgan 7 kere 8 56. Endi yig'indini bajaradigan bo'lsak, savol yo'qmi? Yaxshi. Endi 4-misolga o'tamiz. Agar kamerada kichkina ko'rinayotgan bo'lsa, kачествосini ko'tarib, yaqinlashtirib ko'rsalaring bo'ladi uyga borgandan keyin. Tushunlang? Mabodo kamerada kichkina ko'rinsa. Keyingisi 8 kere 3 qo'shilgan 7 kere 6 ayrilgan 5 kere 9. Xo'p. Keyin ko'pchilik bunaqa gapni eshitgan. Ayru birinchi bajariladi, qo'shuv ikkinchi bajariladi degan tushuncha yo'q. Tushunlangmi? Birinchi har doim yo ko'paytirib yo bo'luvni bajaramiz. Tushunlangmi? Kamerada ko'rinmayapman. Birinchi har doim yo ko'paytuvchi yo bo'luvni bajarib olamiz. Undan keyin mana bu tarafda nima birinchi turgan bo'lsa, o'shani bajaramiz. Ayru birinchi bajaramiz degan narsa yo'q. Tushunlangmi? Ko'pchilik ayru birinchi bajaramiz deb o'ylaydi. Oddiy elementar narsada adashadi. Ayru birinchi bajarilmaydi. Mana yerda qo'shuv turgan bo'lsa, qo'shuv bajariladi. Agar shu yerda ayru turgan bo'lsa, shu yerdagi birinchi bajariladi. Tushundiga? Bu tarafdan ishlab kelamiz. Savol yo'qmi? Yaxshi. Demak, bizda 8 kere 3 24 qo'shilgan 42 ayrilgan 45. Savol yo'qmi? 24 ga 42 66 ayrilgan 45. Javob 21 ekan. Savol yo'qmi? Yaxshi. 6-misolga o'tamiz. Eng elementar narsalar bo'lsa ham, bolalar, kibrlanmasdan yaxshilab qarab o'tiringlar. Balkim qaysidir joyda noto'g'ri o'ylab ketgan bo'lishlaring ham mumkin o'tgan safar. Tushunlangmi? Bu safar yaxshilab ichigacha o'rganamiz. 6-misol. 4 kere 7 kere 25 ayrilgan 5 kere 6 kere 20. Endi ozgina osonroq usulda hisoblashni o'rganamiz. Qaranglar. 4 ni 7 ga ko'paytirib 25 ga ko'paytirsam qulaymi yoki 4 ni 25 ga ko'paytirsam qulayroqmi? Tushunlang-a, oxirini 0 qilib olmoqchiman. Kabir, tushunyapsan? 4 kere 25 100. Keyin 7 ga ko'paytirsak 700. Endi bunda ham osoni bor, to'g'rimi? 5 kere 20. 5 kere 20 100. 6 ga ko'paytirsak 600. Demak, birinchisidan 700 chiqdi. Ayirsak 100 degan javob chiqar ekan. Savol yo'qmi? Yaxshi. Oxirlarini to'g'rilab olamiz iloji boricha. Tushunlangmi? Orqasini 0 bo'ladigan qilib ko'paytiringlar. Agar iloji bo'lmasa, keyin ko'paytirmay qo'yaverasizlar. Tushundiga? Yaxshi. Mana. Endi bu yerda amallarni bajarish tartibida qavs birinchi bajariladi degan qoidani o'rgatmoqchi. Birinchi qavsni bajaramiz, keyin qavsdan tashqariga chiqamiz. Tushunlangmi? Hali unaqa qavsning ichiga minus ta'sirlashtiramiz degan narsalar yo'q bu yerda. Eng elementar narsalar o'rganyapmiz. Tushundiga? Demak, qavsning ichini bajarsak, 18 ga 2 ni qo'shsak, demak 23 ayrilgan bu yerda nima chiqadi? 20. 23 ayrilgan 20 teng 3 ga. Savol yo'qmi? Hamma tushunyaptimi? Yaxshi. Keyingisi. 10-si. 18 kere 7 ayrilgan 13 kere
Qavs ichida 12 ayrilgan 5. Mana. Bu yerda nima demoqchi? Tashqarida mabodo ko'paytiruv bo'lsa, bajarib turasan. Do'stga qaraymiz. Tashqarida ko'paytiruv bo'lib tursa, bajarasan. Qanaqadir qavs bo'lsa, ularni ham bajarib olasan degan. Tushundiga? Demak, 18 kare 7 ni necha? 12 da 5 dan esa 7 ku. 7 lar qasdan chasqabchi bo'lsak, olib chiqishdi hali bu mavzuda yo'q-da. Tushundingmi? Birinchi mavzuda hali olib chiqish degan tushuncha yo'q. U keyinroq bo'ladi. O'shaning uchun soddaroq yo'lda o'rganishimiz kerak. Tushundingmi? Mayli. To'g'ri aytyapsizlar. 7 ni olib chiqsa bo'ladi, lekin hozircha u usulda ishlay olmaymiz. Tushundingmi? Yaxshi. Kimdir tushunmay qolishi mumkin-da keyin. Nimaga bunaqa bo'lyapti ekan deb. Qisqasi, 18 kare 7 126. 126 ayrilgan. Xo'p, 12 dan 5 ta ayirsak 7. 13 kare 7 bo'ladimi? 13 kare 7 91. 126 ayrilgan 91 35 degan javob chiqadi. Tushundingmi? Sizlar aytgan usul qulay usul, faqat uni sal keyinroq o'rganamiz. Xo'p. 12-chisimi? 72 qo'shilgan 72 qo'shilgan 18 kare 4 ayrilgan 8 kare 12 bo'lingan 3. Xo'p. 72 ni o'zini yozib olamiz. Qo'shilgan 18 kare 4. Bu ham 72 mi? Mana 72 ayrilgan. Endi qaranglar. Masalan, hozir mana uni ko'paytirib, keyin 3 ga bo'lamiz, to'g'rimi? Lekin yaxshilab qarab turinglar. Eshitamiz. Agar mana bu son bunga bo'linsa, bo'lib yuboraverasizlar. Tushuningmi? Shunaqa qoida bor. Agar mana ko'paytiruv bo'lsa, agar bo'luv bo'lsa, bo'lib qo'ymaysizlar. Mana ikkalasi ko'paytiruv va bu yoqda bo'luv turgan bo'lsa, mana 12 ni bo'lib yuborishlaring mumkin. E'tiborni nima degan? 12 ni 3 ga bo'lsak, 4 bo'ladi. Keyin 8 kare demak 4 32 ekan. Hamma tushundimi shu joyni? 32. Xo'p, bunga bu 144 mi? 144 ayrilgan 32. Javob nima bo'ladi? 112. 112. Savol yo'qmi hech kimda? Tushunyapsizlarmi? Aniq? Yaxshi. Mana shu oson narsalarni yaxshilab tushunib olsalaring, hozir oxirdagi misollardan bemalol tushunasizlar. 14. 196 bo'lingan 6 92 ekan. 192 bo'lingan 6 minus 12. 16 ayrilgan 2 kare 7. Xo'p, ikkita qavslarni o'zaro bajarib olamiz. Keyin oxirida o'rtadagi amal, bo'luv amalini bajaramiz. Tushuningmi? Yaxshi. Xo'p, 192 ni 6 ga bo'lsak. 32 mi? Xo'p. 32 ayrilgan 12. Hozir ayruv bajarib qo'ymadim, ko'ryapsizlar-a? Birinchi bo'luv ko'paytiruv amallari bajariladi. Bo'lingan 16 ayrilgan 2 kare 7 14. 16 ayrilgan 14. Endi bu yoqdan yozaveraman, chunki bu yoqdan boshqa misollar yozamiz. Xo'p, 32 dan 12 ni ayirsak 20. Mana qavsdan 20 chiqqani hamma tushundimi? Bo'lingan 16 dan buni ayirsak 2. 20 ni 2 ga bo'lsak 10. Savol yo'qmi? Hamma tushunyaptimi? Savol bo'lsa beraveringlar. Oltmish to'rt bo'lingan 4 qo'shilgan 2 kare 8 ayrilgan 144 bo'lingan 12. Xo'p. Endi qaranglar. 64 bo'lingan degan ifoda turib turadi, ichkarini hisoblaymiz. Tushundingmi? Kabir? Do'stga qaraymiz. Xayol surib o'tiribsan. Xo'p. 4 qo'shilgan 16 ayrilgan 12. Tushundingmi? 4 ga 16 20, 20 dan 12 ni ayirsak 8, demak ichkaridan nima chiqar ekan? 64 bo'lingan 8 chi? 8 degan javob chiqar ekan. Savol yo'qmi hech kimda?
Tushunyapsizlar, faqat shoshmasdan ishlaymiz. Xayol surmay. Ha, ko'rdim-ku men. O'shada, qarab turda. 18. 2 kere 15 qo'shilgan 3 kere 10 qo'shilgan 6 kere 5. Hamma ko'paytuvchilarni alohida bajarib, oxirida yig'indini bajaramiz. 2 kere 15 30 qo'shilgan 3 kere 10 30 qo'shilgan 30. 3 ta 30 90 bo'ladi. Tushunarmi? Yaxshi. Maydalashib o'tmadik. 2 ta 30 ni qo'shamiz 60, keyin 30 ni qo'shamiz deb maydalashib o'tmadik. Tushunarmi? Aniq. Yaxshi. Keyingisi 20. Hop, 156 bo'lingan 2 minus 18 bo'lingan 2 qo'shilgan 3 kere 18 bo'lingan 6 qo'shilgan 2. Xo'p, birinchi nimani bajaramiz? 156 ni 2 ga bo'lsak 78. Yaxshi. Ayrilgan 18. Xo'p, bo'lingan qo'shilgan. Bu yoqdan yozsam bo'ladimi? Mana qo'shilgan. Endi 3 kere qavs ichida 3 qo'shilgan 2. Tushundingmi? 78 dan 18 da ayirsak. Ro'zixon 78 18 da ayirsak 60. Bo'lingan necha? 2. Qo'shilgan 3 kere 5. Tushunarmi? 62 ga bo'lsak 30 qo'shilgan 3 kere 5 15. Oxirgi yig'indi 45 bo'ladi. Hayajonlanmanglar. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yaxshi. Savol yo'q bo'lsa, endi ozgina kallani qotiradigan misollarga o'tamiz. Xo'p. 22 3033 qo'shilgan 3033 qo'shilgan 3033 qo'shilgan 3033. Xo'p, qaranglar. 3033 dan nechta bor? 4 tami? Shuni 4 kere 3033 deyishga haqqimiz bor. Tushunlarmi? Eslab qoldikmi? Mana shundan 4 ta bo'lsa, demak buni 4 kere deyishga haqqimiz bor. 3033 dan 4 ta bor. Xo'p, 4 kere 3 12 ikkisini yozamiz. Bir dilda 4 kere 3 12, bir dildagi bilan 13. Yana bir dildami? 0, bir dildagini yozamiz. 12. 12132. Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi. Bir ming o'ttiz besh va hokazo 1035. Endi qaranglar bolalar. Nuqtacha degani shu yerlarda ham son bor, faqat yozishga erindim degani. Eslab qoldikmi? Shabnam, eslab qoldik-a? Nuqtacha degani shu yerlarda ham son bor. Faqat ko'pligi uchun erindim, shuning uchun tagiga nechtaligini yozib qo'yaman degan mana. Mana shundan 10 ta bor ekan. Demak biz nima deymiz? Zo'r. 1035 kare 10. Orqasiga bitta 0 yozib qo'ysak bo'ldimi 10 ga ko'paytirganda? Mana. Savol bormi? Zo'r. Bundan keyin mabodo nuqtacha kelsa, o'sha yerda qanaqadir ifodani davomi bor deganday ketaverasizlar. Tushunlarmi? Kabir tushundikmi? Yaxshi. Yigirma olti. 17 ayrilgan 6, 17 ayrilgan 6, 17 ayrilgan 6, 17 ayrilgan 6. 17 Faqat shoshmay turasizlar. Mana yerda 48 ta bor ekan. Xo'p, qaranglar.
17 dan 6 ni ayirsak? 11 mi? Qaranglar, mana undan chiqadigan javob 11. Qo'shilgan keyingisidan ham chiqadigan javob 11, to'g'rimi? Va hokazo Yana plus 11 bo'ladi, to'g'rimi? 48 da bo'lmaydi-da, qaranglar. Har ikkita ifodadan nima chiqyapti? Bitta javob chiqadi. Demak, 48 ni teng yarmi 24. Demak, 11 dan nechta bor ekan? 24 ta. 11 kare 24? 264. 264 bo'ldi. Mana. Savol yo'qmi? Bitta chalg'itadigan joyi mana 48 ga ko'paytirib o'rmanglar. Chunki har ikkita ifodani hisobidan chiqqan bitta javob bo'lsa, demak 48 ta juftlikda 48 ta sonni juft-juft qo'ysak 24 ta juftlik chiqadi. 24 ta juftlikdan 24 ta 11 chiqdi. Tushundingmi? Tushungan bo'lsalaring zo'r. Endi 28 ga o'tamiz. Agar deyapti, qaranglar. 60 qo'shilgan 60 qo'shilgan 60 2400 bo'lsa, mana shu yerdagi ifodani toping deyapti. To'ppa-to'g'ri. Yashinglar. Boya mana yerda nechta bo'lsa shunga ko'paytirganmidik 60 ta? Bo'ldi, buni tenglama qilib olamiz, qaranglar. 60 ko'paygan shu n ta noma'lum teng 2400 ga. Bo'lib olsak necha chiqadi? 40 ta ekan. Savol bormi shu masala bo'yicha? Ertaga mabodo testlarda kelib qolsa ishlay olasizlar, a? Yaxshi. Keyingisi. O'ttizinchisi. Xo'p. 30 qo'shilgan 30 qo'shilgan va hokazo 30 ekan. Mana. 30 qo'shilgan 30 qo'shilgan va hokazo 30 teng 60 ming 60 ga. Yo, sabr qilib turinglar. Yig'indidagi barcha 30 sonlari 80 ga o'zgartirilsa, yig'indining qiymati nechiga teng bo'ladi? Qisqa. Birinchi bo'lib olamiz. Birinchi. Zo'r. Yaxshi. Qolganlarim tushunib olish uchun yana bir marta tushuntiraman. Aytyapti. Mana yerda 30 30 30 deb hokazo kelyapti. Shu 30 larda nechtaligini top deyapti. Keyin shu nechta bo'lsa, 80 ham xuddi shuncha bo'lganda yig'indi qancha bo'lardi deyapti. Tushundingmi nima degan? Yaxshi. Demak, mana yer n ta bo'lsa, 30 ko'paygan n teng 6060. N teng nima bo'ladi? 202. N teng 202 ta ekan. Demak, 202 ta 80 qo'shilish kerakmi? Ha? Mana bunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? 80 qo'shilgan va hokazo 80 202 ta yozamiz. Bu yoqda noma'lum. Qanaqadir so'roq yozib qo'yamiz. Demak, buni javobi 80 kara 202. 16180. 16180. 160. Savol yo'qmi hech kimda? 16160 ekan. Hamma tushundi? Yaxshi. Bunda endi ikkita savol beryapti-da. Birinchisida nechtaligini top va ikkinchisiga olib borib qo'y. Ro'zixon tushunyapsizmi? O'tkazib yormanglar. Tushunlang-a? Xayol surib qolmanglar keyin. Mabodo qayerindir tushunmay qolsanglar, uyda yana qayta-qayta ko'raveringlar. Mana shunaqa misollar ko'ringlar. Tushunlangmi? Shunda o'sish bo'ladi. Hop. 19 qo'shilgan 32 qo'shilgan 81 qo'shilgan 168. Zo'r. Yashinglar. Bu yerda nimani o'rgatmoqchi? Bu yerda oxirlarini 0 qo'yinglar. Shunda oson usulda qo'shiladi demoqchi. 19 ga 32 ni qo'shganimdan ko'ra 19 ga 81 ni qo'shganim osonroq va yaxshiroq javob chiqadi. To'g'rimi? 19 ga 81 ni qo'shsak 100. 100 ga 200 qo'shamiz. 32 ga 168 200. Javob 300. Mana qiynalmasdan qo'shishni o'rgatyapti. Tushundikmi? Yaxshi. 34.
Hali ko'rinyaptimi kamerada? O'ttiz ikki qo'shilgan 38 qo'shilgan. Zeba aytor. 44 56 56 62 62 68. Endi qaranglar. 32 ga 38 ni qo'shaymi? Bo'ladi. Yana ham osonrog'i bormi? Qaysi? Ha, yashayman mana. 32 ga 68 nima bo'ladi? 100 bo'ladi mana. 38 ga 62 100 bo'ladi. 44 ga 56 100. Shuning uchun mana yondagini qo'shishga shoshmanglar-da. Balkim bu yoq bilan bu yoqda ham bordir. Endi bu yerda nimaga o'rgatyapti desa, bu yerda misol faqat boshidan xulosa chiqarma, bir oxirlariga qarachi, nimadir bordir degan narsani o'rgatyapti. Shularga hozir hamma aytayotgan narsani eslab qolishga harakat qilinglar. Bundan bu yog'iga xuddi shunaqa fikrlaysizlar. Faqat boshi bilan fikrlab qolmanglar. Xo'p. Endi olib chiqishda o'rganamiz. Olib chiqishda baribir o'rganar ekanmiz bugun. 36 47 kare 52 qo'shilgan 47 kare 48. Endi oson usulda hisoblang deydi. Ha, ikkalasida ham nima o'xshash bo'lsa, shuni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Faqat ikkalasini olib chiqamizda bitta bo'lib chiqadi. Ya'ni ikkita olib chiqmaysizlar. Tushunlang, bitta olib chiqasizlar. Yaxshi. 52 qo'shilgan 48. Hamma tushundimi? Yana ham bitta tushuntiraman. Nimaga olib chiqqanimizni, mana 47 bunga va bunga qaytib ko'payganda xuddi shu ifodani qaytarib berish kerak. Tushundingmi? Yaxshi. 52 ga 48 47 kare demak 100. Javob 4700 ekan. Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi. Savol yo'q bo'lsa 38 ga o'tamiz. Endi qarachi, ko'rinyaptimi? 356 kare 73. 356 kare 73. Qo'shilgan 644 kare 27. Qo'shilgan 73 kare 644 qo'shilgan 27 kare 156. Ikkitalik qilamiz o'g'lim. To'ppa-to'g'ri. Buni endi ikkitalik qilib olamiz. Qaranglar, qaysilar o'xshash? Ikkita o'xshashini yashil bilan qizil bilan yozamiz. Sabr. Mana 73 bor bilan 73. mana 73 bor o'xshash, to'g'rimi? Mana 27 bori bilan 27 bor. 27 bor. Shunday qilib olsam bo'ladimi? Rozimisizlar? Hamma tushunyapti-ya? Kabir. Tushunyapsizmi? Yo'q, usuli ko'p, shuni tanladik, bo'ldi. Tushunlanga? Nargini tanlasak ham bo'ladi, xuddi sen aytganingdek, lekin buni tanlab ketdik. Endi mana bu ikkalasini bir marta yonma-yon yozib olaman. 356 kare 73 qo'shilgan 73 kare 644. Qo'shilgan, davom etamiz. 644 kare 27 qo'shilgan 27 kare 356. Tushundikmi? Ikkalasida o'xshashi 73. Qarachi, ko'rinyaptimi do'stlar? 73 kare qavs ichida 356 qo'shilgan 644. Qo'shilgan. Ikkalasida o'xshashi 27. 644 qo'shilgan 356. Savol yo'qmi? Xo'p. 356 ga 644 1000. 644 ga 356 1000. Yashayna, mana uni yozamiz. 73 kare 1000 qo'shilgan 27 kare 1000. 1000 ga ko'paytirishga shoshmaysizlar, 1000 da olib chiqamiz endi. Chiqqan javobdan ham olib chiqyapmiz. Shabnam, tushundikmi yo'qmi? Ikkalasi o'xshash nima ekan? O'sha 1000 da olib chiqib tashlaymiz. 73 qo'shilgan nima chiqadi? 100. 1000 ni ko'paytiramiz 100 ga, javob 100 ni 1000 ga ko'paytirsak 100 ming bo'ladi, 10 ming emas. Tushundikmi yo'qmi? Savol yo'qmi? Yaxshi. Tegib ketdi.